Bugun sizlar bilan Samarqandcha hadisa tayyorlaymiz. Bizlarda uni hadisa deyiladi. Uni halimi ham, halisa ham deyiladi. Bizlarga kerak bo'ladi qo'y go'shti, mol go'shti, piyoz, sig'ir yog'i, paxta yog'i, yarma deyiladi, narma deyiladimi? Bilmayman, bizlarda narma deyiladi, lekin do'konlarda buni yarma deyilar ekan. Birinchi navbatda yog'ni solamiz. Bitta zig'ir yog'iga avval zig'ir yog'ini yaxshilab qizdiramiz va ikkita paxta yog'i solamiz. Yog' yaxshilab qizgandan keyin go'shtni solishni boshlaymiz. Ayniqsa 23 Navro'z bayramida sumalak bilan birga taom tayyorlashadi. Yaxshilab qovurib oldik, endi suzamiz. Halimning ustidagi ko'piklarini olamiz. Halim sho'rbasi shu tarzda 6 soatdan 8 soatgacha qaynashi mumkin. Go'shtlari yaxshilab pishgan, ko'rishingiz mumkin. Ezilib pishgan va qo'y go'shtlari suyaklaridan ajralib chiqamiz. Endi esa yarmini solamiz. Maydalangan bug'doy. Yarmini solingandan keyin faqat uni aralashtirish kerak. Pishishidan 1-2 soat oldin tuzini eritib ichiga solamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi gasni o'chirib, ustini 1 soatga damlab qo'yamiz. Halisa tayyor. Endi suzamiz.